9 oyda inson butunlay xronik kelayotgan kasalliklardan tuzalib olishi mumkin. Nasliy kasalliklardan 12 oyda ham butunlaycha xalos bo'lish, ya'ni tuzalib olish mumkin bo'ladi. 12 oy qilingan effektivimiz. Endi har bitta o'sha biz aytdik, inson organizmida ishi yo'q. 12 ta organlar sistemasini funksiyasini to'g'ri ishlash uchun hujayraviy darajada to'g'ri ishlash amalga oshirilishi kerak. Bizning hujayramiz 4 ta narsani so'raydi. Nimalar kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda hujayrani tozalash, suvi bilan ta'minlash kerak bo'ladi, ozuqasini berish kerak va uni himoyalash kerak bo'ladi. Shu 4 ta etap amalga oshiriladigan bo'lsa, xuddi siz bolangiz homilador ayolga yaxshi qaraydigan bo'lsangiz, homilador ayoldan keyinchalik sog'lom bola tug'ilganda sizning hujayralaringizdan sog'lom hujayralar tug'iladi va sizga o'sha kasalliklar ketadi.